Eron va Isroil o'rtasidagi urush tobora avj olib borayotgani bois Isroildagi o'zbekistonliklar yana bir bor ogohlantirildi. Bu haqida O'zbekistonning Tel Avivdagi elchixonasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Isroil hududida xavfsizlik masalalari bo'yicha front orti buyrug'i tomonidan maxsus ogohlantirishlar berildi. O'zbekistonliklardan ushbu belgilangan rasmiy ko'rsatmalarga qat'iy amal qilishni so'ralgan. Elchixonaga ko'ra, qizil rangdagi ogohlantirish bu xavfli vaziyatni anglatadi. Bu paytda yaqindagi himoyalangan joy yonida bo'lish lozim. Harakatlanishni cheklash zarur. Shuningdek, sirena eshitilganida zudlik bilan himoyalangan joyga kirish va yangi ogohlantirish berilmagunga qadar shu yerda qolish shart. Ko'k rang ogohlantirish xavf o'tganini va himoyalangan joyni tark etish mumkinligini bildirish uchun beriladi. Bunda boshpanalar yonida qolish shart emas. Shu bilan birga har qanday holatda ham rasmiy organlarning ko'rsatmalariga rioya qilish va yaqin atrofdagi boshpana joylari haqida avvaldan ma'lumotga ega bo'lish so'ralgan.